Assalomu alaykum. Men Meliqo'ziyev Xonqodir, K623 guruh talabasiman. Hop, bugungi fanimiz ma'lumotlar tuzilmasi avvalgi ritmlar. Bugungi mustaqil ishimizning mavzusi C++ dasturlash tilida vektorlar va ular bilan ishlash. Ushbu taqdimotimizda biz vektorda std vektor nima ekanligi, uni qanday yaratish, elementlarga qanday murojaat qilish hamda qo'shish, o'chirish va saralash kabi amallarni ko'rib chiqamiz. Qani tayyor bo'lsak boshladik. Xo'p, bu yerda vektor nima deb savol berilgan. Bu yerda ta'rif berib o'tib ketilgan. std vektor bu C++ da std dinamik massiv, elementlar xotirada ketma-ket joylashishi, o'lchami dastur ishlash vaqtida o'zgarishi, random access 0,1 bu tezligi massivdan farqi avtomatik kengayadi. Endi bunga chuqurroq yondashadigan bo'lsak, vektor bu C++ ning standart kutubxonasi, ya'ni STL da mavjud bo'lgan dinamik massiv. Uni ishlatish uchun dasturimizga bizga kerak bo'ladigan bu kutubxona bo'ladi. Bu ya'ni include vektor, unga vektor qo'shishimiz kerak. Oddiy massivdan asosiy farqi shuki, massivning o'lchami dastur yozilayotganida aniqlanadi va o'zgarmaydi. Vektorda esa o'lcham dastur ishlash vaqtida avtomatik kengayishi mumkin. Misol qilib oladigan bo'lsak, bu yerda 4 ta element bilan boshlab keyinchalik 50 ta element qo'sha olamiz. Ko'rib turganingizdek, elementlar xotirada ketma-ket joylashadi. Birinchi element 0-indeksda, ikkinchi element birinchi indeksda, uchinchisi ikkinchi indeks va shu mobaynida qadam-qadam ketma-ket ketaveradi. Xo'p, bu ketma-ket joylashuv tufayli elementlarga kirish juda tez. Shuning uchun 0,1 tezlikda amalga oshadi. Xo'p, endi vektorni yaratish va boshlang'ich qiymatlash. Vektorni yaratishning bir nechta usullari mavjud. Birinchisi bo'sh vektor yaratish. Bunda hech qanday element bo'lmaydi. Ikkinchi usulda o'lcham berib ketamiz. Misol uchun 5 ta element hammasi avtomatik 0 ga teng bo'ladi. Uchinchi usulda esa o'lcham va qiymat ikkalasini beramiz. 5 ta element hammasi 10. To'rtinchisi va eng qulay usuli figurali qavslar ichida qiymatlarni to'g'ridan to'g'ri yozamiz. 5-chi usulda boshqa vektordan nusxa ko'chiramiz va nihoyat vektor faqat sonlar uchun emas, stringlar, hatto o'zimiz yaratgan klasslar uchun ham ishlatishimiz mumkin ekan. Bu yerda berib o'tib ketilgan, bu yerda kodni aytib o'tib ketdim. Post konstruktor elementlari sig'imi 0 ga teng, o'lcham instruktori n default qiymat bu ham 0 ga teng, function konstruktori n ta berilgan qiymati, initializer list aniq qiymatlar ro'yxati. Bitta narsani aytib o'tib ketishim kerak. Include vektor va using std ni unutmaslikni aytib o'tib ketaman. Xo'p, bu yerda asosiysi elementlarga murojaat qilish. Bunda qanday bo'ladi? Vektor elementlariga murojaat qilishning 4 ta asosiy usuli bor. Birinchisi kvadrat qaus operatori. Bu massivdagi kabi ishlaydi. Ya'ni v kvadrat qaus ichida indeks. Bu eng tez usul, lekin xavfsiz emas. Agar noto'g'ri indeks berib qo'ysak, dastur ishdan chiqishi mumkin yoki noto'g'ri natija berishi mumkin. Buni undefined behavior deyshadi dasturlashchilar orasida. Ikkinchi usuli bu esa at qavs ochib yopilgan funksiyasi. Bu xavfsiz variant. Chunki noto'g'ri indeks berilsa, dastur to'xtamay out of range degan istisno tashlaydi va biz uni ishlatishimiz mumkin. Front qavsi ochib yopilgan funksiya esa har doim birinchi elementni, back qavsi ochib yopilgan esa har doim oxirgi elementni qaytaradi. Indeks bilmasdan ham ishlashi mumkin.
va bu yerda mana ko'rsatib o'tib ketilganman. Yozib olish uchun qulay. Qaysi birida xavfsiz, qaysi biri tez, qaysi biri xavfli mana berib o'tib ketilgan. Endi o'lcham va sig'imi, vektorning o'lcham va sig'imi. Endi o'lcham va sig'im tushunchalariga o'tamiz. Xo'p, bu yerda size qavs ochib bo'lgan funksiyasi tushunchalar funksiyasi hozir vektorda nechta element borligini qaytaradi. Hop, ikkinchisi bu capacity ochib yopilgan qavs, bu esa biroz boshqacharoq size'ga nisbatan. Bu xotirada qo'shimcha joy ajratmasdan nechta element sig'ishini bildiradi. Masalan, oladigan bo'lsak, 3 ta elementni oladigan bo'lsak, qo'shganimizda capacity 3 bo'lishi mumkin, lekin 4-chi elementni qo'shganimizda C++ avtomatik yangi katta xotira ajratadi va capacity masalan 6 ga o'zgaradi. Empty qavs ochib yopilgan bu funksiyasi vektorida bo'sh bo'lsa true beradi, bo'sh bo'lmasa esa false qaytaradi. Muhim qoidani aytib o'tib ketaman. Capacity doim size'dan katta yoki teng bo'ladi, hech qachon kichik bo'lmaydi. Shuni yodda tutishlaringni qayta aytib o'taman. Element qo'shish va o'chirish. Elementlarning qo'shish va o'chirish funksiyalarini ko'rib chiqamiz. Hop, pashbek bu eng ko'p ishlatiladigan funksiya. U vektorning oxiriga yangi elementni qo'shadi va u bir tezlikda ishlaydi. Ya'ni vektor qanchalik katta bo'lmasin, deyarli bir xil tezlikda qo'shadi. Popback esa oxirgi elementni o'chiradi. Bu ham 0,1 da ishlaydi. Insert funksiyasi o'rtga elementni qo'shadi. Bunda biz pozitsiyani iterator orqali ko'rsatamiz. Xo'p, masalan aytadigan bo'lsak, begin qavs ochib yopilganda, qavs ochib yopilib, bir qo'shsak, ikkinchi joyga qo'shadi. Bu on tezligida ishlaydi. Chunki qo'shilgan joydan keyin barcha elementlarni bir joyga siljish kerak. Erase ham xuddi shunday o'rtasidan o'chirsa, qolganlari siljiydi. Endi vektorlarni aylantirish va ko'chirish. Hop. Bunda hop, bu yerda esa kamroq ishlatilgan ekan, lekin muhim funksiyalar bor. Bular qaysilar deydigan bo'lsak, clear qavs ochib yopilgan barcha elementlarni o'chiradi, lekin xotirani bo'shatmaydi. Capacity saqlanib qoladi va assign qavs ochib yopilgan eski elementlarning hammasini o'chirib, yangi qiymatlarni o'rnatadi. Resize esa vektorning o'lchamini o'zgartiradi, kattalashtirsa yangi loyihalarni, yangi joylarni nolga o'zgartiradi. Adashib qoldim. Yangi joylarni nol bilan to'ldiradi. Kichraytirsa esa ortiqcha elementlarni o'chirib yuboradi. Revise esa juda foydali. Nimaga foydali deb aytib o'tishim sababi, ko'p elementlar qo'shishimiz mumkin. Xotirani oldindan zaharlaydi, ya'ni xotirani oldindan yangi javob qo'yadi. Bu esa dasturning tez ishlashi uchun juda kerakli. Swap esa ikkita vektorning barcha mazmunini almashtiradi. Hop. Iterator bilan ishlash. Hop, iterator nima degan bo'lsa, bu vektorning ichida harakatlanadigan ko'rsatkich. Uni xuddi massivdagi pointer kabi tasavvur qilsa bo'ladi. Ya'ni begin birinchi elementga ishora qiladi, end esa oxirgi elementdan keyingi mavjud bo'lmagan joyga ishora qiladi. Shuning uchun siklda endga teng bo'lgunga qadar yuramiz. Begin esa va end esa teskari yo'nalish uchun
oxiridan boshigacha yuradi. Amalda esa qulaylikli range based for cycle, ya'ni for auto x bo'lsin v bu ham xuddi iterator ishlatadi. Faqat kodni qisqartiradi. Iterator sort, find kabi SQL algoritmlar bilan birgalikda ishlatadi. Endi vektorda qidiruv va saralashga o'tadigan bo'lsak, algoritmlar uchun algoritm tanlov faylini qo'shishimiz kerak. Bu sort funksiyasi begin va end iteratorlarini oladi va vektorni o'suvchi tartibda saralaydi. Tezligi on log n bu amalda juda tez kamayuvchi tartibda saralash uchun argument sifatida creator funksiyasini beramiz va find funksiyasi elementni ketma-ket izlaydi va topilgan elementning iteratorini qaytaradi. Agar topilmasa end qaytaradi. Shuning uchun topilganini tekshirishimiz kerak. Binary search esa faqat saralangan vektorda ishlaydi va o log n tezlikda bu juda tez, lekin albatta oldin sort qilish shartligini aytib o'tmayman. Buni bir chekkaga yozib olishlarini so'rayman, chunki sortni esdan chiqib qolmasligi kerak. Xo'p, endi bu yerda amaliy misollar berilgan. Xo'p, shu joygacha o'rganib kelgan narsalarimizni amalda ko'rsatib o'tib ketaman. Bu dasturda foydalanuvchi nechta son kiritishini o'zi tanlaydi. Keyin for siklida pushback yordamida har bir sonni vektorga qo'shib chiqamiz. Barcha sonlar kiritilgandan so'ng sort bilan o'suvchi tartibda saralanadi. Saralangandan keyin esa front eng kichik sonni, back esa eng katta sonni beradi. Bu juda qulay yig'indini hisoblash uchun bu yerda range based for cycle'ni ishlatamiz va o'rtachani topish uchun yig'inni size'ga bo'ladi. Ko'rib turganingizdek, dastur 5 ta sonni kiritganda to'g'ri natija chiqardi. Endi xulosaga keladigan bo'lsak, xulosa qilib aytganda std vektor C++ eng ko'p ishlatiladigan eng qulay ma'lumotlar tuzilmalaridan biri. U dinamik moslashuvchan va STL ning ko'plab tayyor algoritmlari bilan birga ishlaydi. Ushbu taqdimotda vektorning asosiy tushunchalari, funksiyalarini amaliy misoli bilan tanishib chiqdik. Xo'p, diqqat bilan tinglagingiz uchun rahmat va buni ham aytib o'tib ketaman. Mening birinchi bu dars o'tishim, shuning uchun noqulayliklar uchun uzr so'rayman va keyingi chiqadigan videolarimda bundan sifatli va bundan yaxshiroq ma'lumotlar berib o'tib ketaman.